Bid'at ve onun ümmetki salgan ziyanları. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Düvende diktanlağa faziletlik Şeyh Salim el-Hilali Hafizahullah'ın Bid'at ve onun ümmetki salgan ziyanları degan kitabını okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bid'at ve onun ümmetki salgan ziyanları. Abduri faziletlik Şeyh Salim el-Hilali Basira Akademiyesi tercüme kılıp tarqatdı. Mukaddime. En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Şek şübhisiz ki barcha hamd sanalar Allah'a xasdır. Onunğa hamd eytimiz, onundan yardım ve apo tileymiz. Öz nefsimizden şerrinden, emellerimizden yamanlıklardan onunğa sığınıp panah tileymiz. Allah hidayet kılgan Ademni hiç kim azdıralmaydı. Allah hidayetsiz kaldırgan Ademni hiç kim hidayet kılalmaydı. Yeki yegane hiç kandak şirki yok boğan Allah'tan başka ibadetke layık hiçbir ilah yokluğa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin onun bendisi ve elçisi ikenligiga guvohlik beraman. Sözlerinin en yaxşisi Allah'ın sözüdür. Yollarının en yaxşisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin yoludur. İşlarının en yamani dinde keyin payda kılınganlarıdır. Keyin payda bo'lgan işlarının hemmisi bid'attir. Bid'atlarning hemmisi azgınlıktır. Azgınlıkның hemmisi devzaktıdır. Birinci bab. Bid'atning aniqlamasi ve türleri. Bid'atning lug'at ma'nosi. Bid'atning ikki xil lug'at ma'nosi var. Birinci ma'nosi ilgari hech bir o'rnigi yo'q holatda o'ttirg'i chiqqan ishlar bid'at deyiladi. Bu kelime Allah subhanahu ve Teala'nın tövendeki ayetide en şu ma'noda keladi. Tercümesi: Aytqin ki men payg'ambarlarning tunjisi emasman. Sura Ahqob 9. ayet. Yani bu men tunji payg'ambar emasman, mendan ilgarimu ko'p payg'ambarlar avatilgan. Men ulardan keyin payg'ambar qilib avatildim deganlikdir. İlgari hiç bir o'xshi ko'rilmagan bir ishni qilgan odam uchun bo'lib boqmagan ishni o'ttirg'i chiqardi degan ma'noda abda'a, ibtada'a, tabadda'a deyiladi. Tövendeki ayetdeki ibtada'u kelimesi ana shu ma'noda kelgan. Ular o'zlari paydo qilgan ibtada'u rahbanlıkka kelsak, Sura Hadid 27. ayetdeki Bedi'us semavati vel ard. Bu osmon zaminni hech bir o'xshi yo'q shaklda yaratgan, maydonga chiqargan Allah subhanahu ve Teala'nın bir sifatidir. Bu sifat tövendeki ayette mi bak? Tercümesi: O osmon zaminni o'xshi yo'q, örneksiz halette yaratgan zatdır. Sura Bakara 117. ayet. Abu Bakr Tartusi rahimahullah mundaq degan: Bu kelimenin yildizi ixtirodir. Bu hem ilgari hech qandaq bir o'rniki o'xshi bo'lmagan bir narsaning maydonga chiqarilishi deganlikdir. O osmon zaminni o'xshi yo'q, yani örneksiz halette yaratgan zatdır. Ayetimi ana shu ma'noni bildirdi. O'xshash ma'noda kelgan yana bir ayet shuki, tercümesi: Aytqinki men payg'ambarlarning tunjisi emasman. Sura Ahqob 9. ayet. Yani bu men yer yuzidagi xalqlarga avatilgan tunji payg'ambar emasman deganlik bo'ladi. Bid'atning mazkur ma'nosi
qalblarda shakllangan, tillarda so'zlangan, a'zolarda ishlangan har mazmunni o'z ichiga oladi. İkinci ma'nosi horg'inlik va charchash ma'nosida keldi. To'ga horg'inlik, charchash va yoki kasallik sababidan cho'kkanda onunğa bu so'zni ishlatadi. Hayvonlar gahida putidagi og'riq sababidanmi herib charchab ketadi. Hayvonlardan to'ga putidagi og'riq sababli cho'kkanda onunğa abda'atil ibil deyiladi. Halbuki bid'atning ikinci lug'at ma'nosi birinci ma'noga munosabatlidir. Chunki bu kalima ularda, ya'ni hayvonlarda ilgari horg'inlik yo'q ahvolda yangidan horg'inlik paydo bo'ldi degan ma'noda keladi. Ibn Manzur bid'atning bu ma'nosi haqida mundaq deydi. Bu ma'no hayvonning yo'l yurganda odatlangan suratini o'zgartib, normaldagiga o'xshamaydigan bir suratda mengishini ko'rsatadi. Yuqorqi qurlardan shu narsa ma'lum bo'ladi-ki, bid'at ilgari hech qanday bir o'rniki yo'q holatda paydo qilingan ishlar degan ismdan kelgan, keyincha o'ttirg'i chiqarish degan ma'nodagi bir so'zdir. U ham ijobiy ham salbiy ma'nolarda qo'llaniladigan bo'lsa-mu, arab tilida ko'pincha hollarda salbiy ma'noda qo'llanib kelmoqda. Abu Shama rahimahulloh shunday deydi. Bid'at kalimasi keng doirada dinda yaxshi ko'rilmaydigan ishlarga ishlatildi. Shuningga o'xshash mubtadi, ya'ni bid'atchi degan kalima asosan ayıplash ma'nosida qo'llanildi. Javhari Sihahul Lug'at degan kitobida mundaq degan. Badi', mubtadi va bid'at tamomlangan, mukammal qilinib bo'lingan dinda yangi ishlarni paydo qilish demakdir. Al-Lisanul Arab 7-8-bet. Olimlar bid'atga biridan biri farqli shar'iy aniqlamalarni bergan. Ularning ba'zilari bid'at sunnatning ziddidir desa, yana ba'zilari yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zamonidan keyin paydo qilingan hamma narsani o'z ichiga oladi deb intayin keng ma'nodagi aniqlamani o'tirib qo'ygan. Meningcha bu aniqlamalar ichida eng go'zal, eng ochiq, ma'nosi eng keng ham eng to'g'ri bo'lgani İmam Shatibiy rahimahullohning tuvandagi aniqlamasidir. Bid'at xuddi shar'iy asosi bordek ko'rinadigan, amal qilingan taqdirda Alloh tabaraka va taologa texmo ko'p ibodat qilganlik hisoblanadi deb qaraldigan va dinda keyincha o'ttirg'i chiqarilgan bir yo'ldan iboratdir. Al-I'tisam 1:37. İmam Shatibiy rahimahulloh mazkur aniqlamani o'ttirg'i qo'ygandan keyin uni texmo tafsiliy sharhlagan. Bu sharhining qisqacha tafsiloti tuvandikicha. Yo'l agishish ustida menish uchun bekitilgan shay'idir. Dinda u mazkur yo'lning doirasini dinda degan so'z orqali ochiqlagan. Chunki bid'atdan iborat bu yo'l dinning ichida o'ydirilib o'ttirg'i chiqarilgan va ergashish maqsad qilingan yo'ldir. Dindagi yo'llar ikki qismga bo'lindi. Birinchisi shariatda asli bor yo'l. Ikkinchisi shariatda asli yo'q yo'l. Bid'at ana shundaq dinda asli asosi yo'q holda o'ydirilgan yo'ldir. Shar'iy asosi bor deb ko'rinadigan deganlik qaramoqqa shar'iy yo'lga o'xshash ko'rinadi. Amaliyati undaq emas.
aksicha bid'at har qaysi jihatdan shar'iy yo'lning, ya'ni sunnatning ziddidir. Buning ifodalari tuvandikcha. Birinchi, shar'iy ruxsat yo'q holda muayyan shakl va hollarning bekitilishi. Ikkinchi, shariatda belgilanmagan muayyan ibodatlarning ta'sis qilinishi. Ergishilgan taqdirda Allah subhanahu va ta'alaga texmu ko'p ibodat qilganlik bo'ladi deb qaraldigan degandek, bundaq bir yo'lga bid'atga kirish kishini o'zi yaxshi deb qaragan shakldagi ibodatga berilishga va buningga rag'bat ko'rsatishga tashviq qiladi. Bid'atchi Muhammad sallallohu alayhi va sallam akelgan shariatning yetarlik ekanligini bilolmay, bularni texmi ko'paytib, takrorlab, chekdan eshib yurguchidir. Shundaq deymanki, avtomobil, qurol-yarog', oy-lo'piron, turlarga ayrilgan kitoblar qatorliq dunyoviy yangiliklar, ya'ni dunyoviy bid'atlar yuqorqi umumiy aniqlamining sirtida qoladi. Bular hammasi durust vositalardir. Chunki durustligi nas orqali bizga bildirilgan ishlarga mushu vositalar orqali ulashmoqdamiz. Bular diniy bid'atlardan sanalmaydi. Bu narsalarning hukmi vojibni qilish uchun zarur bo'lgan vositami vojibdir degan fiqhiy hukmnikiga o'xshashdir. Bid'atning turlari: haqiqiy, izofiy va tarkiy bid'atlar. Allama Shatibi rahimahulloh mundaq degan: haqiqiy bid'at mayli umumiy yoki tafsiliy holda bo'lsin, Qur'on, sunnat, ijma va ilm ahlilari e'tiborga olgan boshqa shar'iy dalillarda o'rni bo'lmagan bid'atdir. Shu sababdan uningga yangi paydo qilingan degan ma'noda bid'at deb ism qo'yilgan. Chunki bid'at o'tmishda bir o'rniki yo'q holatda o'ttirg'i chiqarilgan narsadir. Bid'atchilar dalillarga tayangan asosda ish tutganligini da'vo qilib, o'zining shariat doirasidan chiqib ketganligidan iborat haqiqatni har qancha rad qilgan taqdirdami, reallik yanala shundaqdir. Idofiy bid'atda bo'lsa, bu xil bid'atlarning mazmun nuqtasida shariatda asosi bor. Ammo shu ishning kayfiyati, holati va tafsiloti nuqtasidan dalili yo'q. Ko'pincha hollarda bu xil bid'atlar nuqul, odat xarakterli ishlarda emas, ibodatga aloqador masalalarda ko'rilmoqda. Buningga ko'ra, haqiqiy bid'atning gunohi idofiy bid'atnikidan texmi cho'ngdir. Chunki u sepi o'zidan dinga qilingan muxolifatchilik, qarshilikdir. Buningga qadarchilik, ijmoni rad qilish, aroqning haromligini inkor qilish, ma'sum, ya'ni xatosiz imom safsatisi qatorliqlarni misol qilish mumkin. Idofiy bid'at turidagi bid'atlar bir qarashqa to'g'rida ko'rinsimi, ammo mahiyatda hech qanday dalili yo'q, botil ishlardir. Bu xil bid'atlar garchi ma'lum shar'iy dalilga tayongandek qilisimi, ammo dalillari abstrakt, munosibatsiz dalillardir. Bu xil bid'atni o'ttirg'i chiqarg'uvchilar uni to'g'ri ko'rsatish uchun ba'zida shaxsiy qarashlarini qo'shib oladi. Ammo bu bid'at har jihatdan shar'iy dalillarga ziddir. Idofiy bid'atga tuvandikidek misollarni keltirish mumkin. Birinchi, rag'oyib namozi. Bu Rajab oyidagi tunji juma kechasi muayyan shaklda o'qiladigan 12 rakatlik namozdir. Olimlar bu namozning chirkin,
munkar bir bid'at ekanligini aytgan. Sha'ban oyiga xos qilingan namozmi shuningga o'xshashdir. Bu namozning idofiy bid'atlardan hisoblanishidagi sabab bu namoz bir jihatdan durust bo'lsa, yana bir jihatdan durust emas. Masalan, buning shariatdagi eng fazilatli amallardan biri bo'lgan namoz ekanligi nuqtasidan durust ekanligi ma'lum. Chunki Imom Tabroniy Al-Awsatda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning namoz o'ttirg'i qo'yilgan ishlarning eng yaxshisidir deganligini rivoyat qilgan. Ammo buning shariatda hech bir dalili yo'q turib, Rajab oyiga va yoki boshqa muayyan bir vaqtga, holatga xos qilinganligini ko'rgan hamon uning bid'at ekanligini bilalaysiz. Imom Navaviy rahimahulloh bu vaqtda Rajab va Sha'ban oyiga maxsus qilingan namozlar ayblanishga loyiq qabih bid'atlardandir degan. Ihya Ulumuddin degan kitobni sharhlovchi deydiki, Rajab va Sha'ban oyiga maxsus qilingan namozlar chirkin, munkar bid'atlardandir. Qutul Qulub va Ihya Ulumuddin degandek kitoblarda bu namozlarning tilga ilinganligiga aldanib ketmanglar. Hech kim Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning namoz o'tirg'i qo'yilgan ishlarning eng yaxshisidir degan hadisiga asosan yuqorida tilga ilingan bid'at namozlarning bid'at emasligiga dalil ko'rsatilmaydi. Chunki bu hadis har qanday nuqtadan shariatga muxolif kelmaydigan namozlarga xosdir. Fajr namozidan keyin kun chiqib bo'lguncha, asr namozidan keyin kun potqichi bo'lgan oraliqda namoz o'qish cheklangan. Ya'ni bu dalil acaba namoz o'qish yomon ishmi? Namozmi cheklanamdi degichilarga qarata keltirilgan bo'lib, namozning ma'lum vaqt sharoitlarda cheklanishi shariatda yo'q ish emas. Rag'oib namozining namoz turuqliq olimlar tarafidan ayblanganligini ko'rdingiz. Bu shuning uchunki bu namozlar asli namozliq e'tibori bilan durust bo'lsa-mu, ammo shariatda dalili bo'lmagan muayyan vaqt va holatga bog'langanligi uchun botil bid'atlardan hisoblandi. Ikkinchi, azandan keyin muazzinning ovozini teshig'i chiqarib turib, durud salom o'qishi va buning boshqalarga azanning bir qismidek ta'sir berishi. Durud salom o'zi durust bo'lsa-mu, ammo azandan keyinla ovozini teshig'i chiqarib o'qilganligi va xuddi azanning bir qismidek tuyg'u berganligi sababidan bid'atdir. Ibn Hajar Haysami rahimahullohdan azanning orqadanla ovozini teshig'i chiqarib durud salom o'qish to'g'risida so'ralganda, u asli sunnat kayfiyati sababli bid'atdir deb javob bergan. Demak, bu mu Rajab va Sha'ban oyiga maxsus qilingan namozlarga o'xshash idofiy bid'atdir. Ya'ni asli durust bir amal bo'lsa-mu, kayfiyati sababli bid'atdir. Uchinchi, hayit namozlari yoki ay kun tutilganligi sababli o'qiladigan kusuf namozlari uchun azan o'qish. Azan o'zi ibodat bo'lsa-mu, ammo Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam va sahobalarining hayit namozi yoki kusuf namozlari uchun azan o'qimaganligi sabit bo'lg'achqa, bu mu bid'atdir. To'rtinchi, namozlardan keyin yuqori ovozda o'pcha zikr, tasbih, istig'for aytish. Istig'for asli sunnat, ammo yuqori ovozda o'pcha istig'for aytish bid'at. 5. Juma kuni
masjidning ichida azan o'qish. Bu azan asli durust bo'lsa-mu, ammo o'qilgan joyi sababli bid'atdir. 6. Shariatda belgilanmagan muhim bir kunni ro'za tutishga maxsus qilib olish. Ya'ni, masalan, har yili Rajab oyining falon kuni ro'za tutaman degandek. Yoki shariatda belgilanmagan ma'lum bir kechini, masalan, har yili Sha'bon oyining 15-kechasi tahajjud namozi o'qiyman degandek, tahajjud namozi o'qishga maxsus qilib olish. Ro'za asli shar'iy ibodat bo'lsa-mu, ammo uni shariatda belgilanmagan ma'lum bir kunga xos qilib olish bid'atdir. Tahajjud namozi-mu asli durust, ammo shariatda belgilanmagan ma'lum bir kechaga xos qilinishi bid'atdir. 7. Janozaning oldida yuqori ovozda Qur'on o'qish, zikr qilish. Zikr qilishmi, Qur'on o'qishmi asli durust ibodatlardandir. Ammo o'qilgan joyi va yuqori ovozda o'qilishi sabablik, ya'ni joy va kayfiyat sabablik bid'atdir. Mushuninga o'xshash ikki jihatni o'z ichiga olgan amallar bir nuqtadan durust bo'lsa-mu, ammo yana bir nuqtadan dalilsiz bo'lganlik uchun bid'atdir. Yuqoriqilardan shu narsa ma'lum bo'ldiki, bu xil idofiy bid'atlarni rad qilishimiz asli e'tibori sabablik emas, balki ikkinchi jihatda o'rin, vaqt, kayfiyat jihatda shar'iy dalili bo'lmaganlikdandir. Qisman insonlardan paloni zikr qilishni, duo qilishni, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga durud salom yo'llashni yoki Qur'on o'qishni xato deydi degandek so'zlarni anglab qolasiz. Bu dinni tushunmaganlikdan bid'atga radiya berganlarning nimani ko'z tutganligini bilmaganlikdan kelib chiqayotgan xato tushunchadir. Yoki o'zini ko'z tutish uchun qilingan so'zlardir. Ya'ni bundaq so'zlarni qiyg'uchilar bir bo'lsa buning bid'atligini rost bilmaydi. Bir bo'lsa otdan tushsa-mu uzangidan tushmaydi. Her ikkisidan Allohga sig'inamiz. Ba'zi do'stlarimizning menga aytishicha, bir mulla kishilarga din o'rgatayotgan bir qarindishimizni kishilarning nazaridan tushirish uchun xalq orasidan ba'zi kishilarni chaqirib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga durud salom aytishga qanday qaraysizlar deb so'ragan. Xalq darhol durud salom aytish ibodatdir deyishgan. Elqimullah, ammo faloni durud aytishni bid'at da'vatidir deb qarindishimizning ismini tilga olgan. Orqadan yana Qur'on o'qish va zikr qilish qanday qaraysizlar deb so'raganda kishilar buningga o'xshash javobni bergan. Elqimullah yana ammo faloni Qur'on o'qish va zikr qilishnimi bid'at da'vatidir degan. Keyin bir aylan bu molladan falonining payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga durud aytish, Qur'on o'qish, zikr qilishini qanday ahvolda bid'at deganligini bilib turib, "Nimishqa undaq deysiz?" deb so'raganda Elqimullah kishilar uning so'zlariga quloq solmaydigan bo'lsin, obro'yi to'kilsin degandan boshqa maqsadim yo'q deb javob bergan. Ko'rdingizmi? Atrofimizda nima ishlar bo'lib ketyapti? Ba'zilar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnatiga chaqirganlarga qarshi qanday shaytoniy o'yinlarni o'ynayapti? Yuqorida tilga ilingan misollardagiga o'xshash idofiy bid'atlarni qiyg'uchi ham durust ham botil amallar orqali Allohga yaqinlashmoqchi bo'lganlardir. Halbuki Allohga faqat va faqatla shar'iy dalili va durust amallar orqali yaqinlashqili bo'ladi. Bir amalning durust bo'lishi uchun asli durust bo'lishdan sirt kayfiyat, vaqt, o'rin, son
holat jihatdan shar'iy dalilga tayangan bo'lishi kerak. Darvaqa payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bizning bu ishimizda, ya'ni islomda bo'lmagan bir ishlarni qilg'uchining shu amali rad qilinadi. Imom Muslim rivoyat qilgan degan hadisi dal yuqorqi ko'z qarashni dalillaydi. Yuqorida tushuntirilgan idofiy bid'atni qilg'uchilar durustga botilni aralashtirgan holda qilayotgan ishining butunlay durust ekanligini da'vo qilishmoqda. Alhamdulillah, yuqorida Shayx Salim al-Hilali hafizahullohning bid'at va uning ummatga solgan ziyonlari degan kitobidan birinchi qism bid'atning turlari degan bobidan idofiy bid'atlarga bergan tushunchisini oldinglar. Keyin qitimda tarki bid'at temasini o'qiymiz inshaalloh. Sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.